Kinolar ssenariysiga maza qilaman-da. Bilasizlarmi, hamma kinoda bosh qahramonni xotin o'lib qolgandan keyin haliga bir pasda kuchayib ketib qoladi. Bir pasda mansab kelib qoladi hali bolaga, bir pasdan. Xuddi xotinni o'lishi uni boyligida. Hayotda unaqa emas. Bitta-bittasini xotin o'lib qolsa, bu yoqda kadr ketadi. Ikkita kampir o'tiribdi mahallada, hali aka o'tib ketayotgan bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'g'lim, yaxshimisiz? Salom ayting uydagilarga. O'zi mashq qilgan. Mashq o'ldirgan, men bilaman. U kun bermasdi bechora qiz bolaga desa. Sheriga yo'q, u qilmagandir. Mashina urib ketib o'ldi deyishdi desa, yo'q, baribir mashina qo'li bor. Unaqa joyi qani? Masalan, kinoda boshida bosh qahramonning xotirasi yo'q bo'lib qoladi. Hamma bunisi eslatishga harakat qilib, bitta qiz kelib kitob o'qib berib, qanday xotirasini tikalaysan, dodir. Biz tikala olmayapmiz, kitob o'qigan paytimiz. Kitob o'qib berib, bu narsalar qilaman. Hayotda unaqa bo'lmaydi. Hayotda birinchi o'l eng yaqin oshnasi keladi, bunday qiladi. Montorchi deydi. Hali bola ham, "Yo'q, men nima qilishingni bilaman. Mana buni xotirasi tikalamagan, mana yo'qolmagan, mana xotirasi turibdi."